Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun yomg'ir bizda quyyapti. Yaponiya. Shunga qaramasdan so'zlarni boshlaymiz. Bugun sizga o'rgatadigan so'zlarim qavat. Xo'p. Birdaniga hali sonlarni ham o'tmaganmiz. Sonlarni ham o'tib ketar ekanmiz. Birdan ikkita, bitta o'q bilan ikkita quyon urasizlar. Xo'p. Qani ketdik. Yapon tilida qavatlar qanday aytiladi? Birinchi qavatdan 15-qavatgacha aytib chiqamiz. Xo'p. Birinchi qavat. Ikkai. Yapon tilida kai qavat degani. Ikkai bo'lgandan keyin birinchi qavat bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Ni qavat nima edi? Kai. Shunda nikkai ikkinchi qavat bo'lyapti. Yapon tilida 3 degani san. Sanga qavat degan so'zni yapon tilida qo'shsak, kai so'zini san kai. To'g'rimi? To'g'ri, yapon tilida yon. Yonga kai qavat so'zini qo'shsak, yon kai. Mana qaranglar, yon kai. Yapon tilida go 5 degani. 5 go. Goga kai da qo'shsak nima bo'ladi? Go kai. 5-qavat. Shundoq qilib, mana Rokkai 6-qavat, Nanakai 7-qavat, Hachkai 8-qavat, Kyukai 9-qavat, Jukkai 10-qavat, Ju ichi. Ana endi bu yoqda sal qiyinchilik bor. Yapon tilida 10 degani ju. Qavat so'zi kai, to'g'rimi? Shunga 10-ga 1 da qo'shsak, mana boya birda nima dedik? Ikkai, to'g'rimi? Mana bu 10. Jukkai. Juga 11 demoqchi bo'lsak, ju ikkai. Ju ikkai. Shunda yana 10 da olamiz, 2 ni qo'shamiz. Shunda 12 ni aytmoqchimiz biz. 12 bu yoqda yozilmagan, qaranglar. 12 yozilmagan. Sal bosh qotiringlar endi. Nima qilamiz? 10 da olamiz. Ju 2 ni olamiz. Ni qavat so'zini qo'shamiz. Ju nikkai. Xo'p, 10 da olamiz. 13 ham qaranglar yo'q ekan bu yoqda. 13 ham yo'q ekan. 10 da olamiz. Ju qavat so'zini qo'shamiz. Yo'q, hali qavat so'zini qo'shmaymiz. 10 da olamiz. Ju 3 so'zini san dedik. Sanni qo'shamiz, qavat so'zini qo'shamiz.